Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi 2021 yildagi xalqaro vaziyat va Xitoy tashqi ishlar suhbat yig'inining ochilish marosimida so'z qilganda Amerikani ikki davlat munosabatini yomonlashtirish bilan aybladi. Xitoy Amerika munosabatining og'ir qiyinchilik va har xil xirisqa duch kelishidagi asosli sabab Amerikani Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatiga xato strategiyalik baholash ilib borganligida dedi. Xitoyning dаңlıq tennis top mahiri Peng Shuai oldingi oyda Xitoyning sobiq muavin bosh ministri Zhang Gaolini jinsiy tajovuzchilik bilan ayblagan va taxminan 3 hafta g'oyib bo'lgandan keyin Dunyogun taratqularning ziyoratini qabul qilib, bu ayblashlardan tinib olgan. Xalqaro ayollar tennis top jamiyati Pengning so'ziga baho berib, biz izchil aytganimizdek, bu rasmlar bizning Pengning bexatarligiga bo'lgan andishimizni tugatishga yoki uning besimga uchirmasdan so'zlaganligini isbotlashga yetarli emas dedi. Kreml sarayının bayanatçısı Dmitry Peskovning aytishicha, ular Amerika va Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga topshirgan har xil bexatarlik kapolati to'g'risidagi takliflarga qarata texnik konkret javob qabul qilmagan. Peskovdan Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining Rossiya chegarasiga qurol-yarog' o'rinlashtirishining mumkinchiligi to'g'risida so'ralganda, u albatta hech kimga sir emas. Bizning chegaralarimizga tahdid elib keladigan har xil qurollarni o'rinlashtirish, vaziyatni muqimlashtirish uchun muvaffaq qadam tashlashni talab qiladi dedi. Fransiyadan keyin Germaniya ham Angliyaga sayohat cheklamasi qo'ydi. Xitoy virusi Omikron variantining tarqalishining oldini olish uchun e'lonlangan qarorga asosan faqat Germaniya fuqarolari va Germaniyada turish ruxsati bor kishilarla bu davlatga kira oladi. Buning uchun ular passiv tekshirish natijasi ko'rsatishi va karantinada 2 hafta turish kerak. Germaniyaning qarori yakshanba kuni kechdan boshlab kuchga ega bo'ladi. Amerika sobiq prezidenti Donald Trump koronavirusi sababli Xitoy raisi Xi Jinpingni dunyoni vayron qiladigan qotil deb qarasimi, uning bilan nihoyatda yaxshi munosabati bo'lganligini aytdi. Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilgan Amerikaning sobiq prezidenti Trump COVID yoki men ataydigan Xitoy virusi paydo bo'lganda Xi Jinping bilan bo'lgan esil munosabatining ta'tir yo'nalishida o'zgarganligini aytdi. Amerika Olam qatnashi va aviatsiya idorasi NASA Yupiterning hamrohi Ganymede'dan chiqqan ovozni e'lon qildi. Egillanishicha, ovoz xotirasi sun'iy hamrohdan tarqatilgan elektromagnit to'lqini ovoz doirasida yo'tkash orqali oshkorlangan. NASAning Juno nomli sun'iy hamrohi 2011-yili olam bo'shligiga qo'yib berilgan bo'lib, 2016-yili 7-oyda Yupiterga kelgandan buyon orbitasida chorlash faoliyatlarini olib borgan. Sobiq lager shoidi Tursunay Ziyovuddin yig'ilish lagerlaridagi vahshiyliklarni oshkorlashni davomlashtirmoqda. U yaqinda Amerika taratqullarining ziyoratini qabul qilganda o'zining lagerda tug'maslik to'g'risi yeyishga majburlanganligini va tajovuzga uchraganligini aytdi. U 2017-yili tutib ketilgan bo'lib, pasporti musodir qilingan va uydan 30 kilometr yiroqlikdagi bir lagerda turib turilgan. U keyincha salomatligi sababli qo'yib berilgan bo'lib, bu haqda qo'yib bermagan bo'lsa-mu, bu vahshiyliklardan o'lib qoladi dedi.